Hayırlı hurmatli obunachilar, biz hop ishlarimiz sexda davom etyapti. Hop, bu ko'rib turganlaring romga panjara, yangicha ko'rinishda, yangicha dizaynda. Xudo xolasa buni Tojikistonga chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Buni tayyorlanish jarayonida videolar qo'ygan edim. Mana endi kraskalanib, xudo xolasa oxirgi pardoz ishlari. Bu tomonda yana Tojikistonga perilamiz bor. Bu yerda ko'rib turgan bahayrat arkalaring bu ham Tojikistonga, buni ikkinchi etaj balkonga kazura qilib beramiz. Xudo xolasa ham o'ta go'zal, o'ta hashamatli chiqadi. Xo'p, Tojikistonga ham safarlarimiz ko'payib qoldi. Xudo xolasa 2 kundan keyin biz kuzatishda davom etsak, Tojikistonga borib bir hafta davomida o'z faoliyatimizni olib boramiz. Nafaqat Tojikiston, O'zbekiston bo'y burchagiga borib hamma viloyatlarda xizmat ko'rsataveramiz. Faqat avion kattaroq bo'lsa bo'ldi. Bizni kuzatishda davom etinglar.